Dünyanın her qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 28 yilligini turli faoliyatlar va namoyishlar orqali xotirladi. Bu kun munosabati bilan Amerika, Kanada, Avstraliya, Yaponiya va Yevropadagi Angliya, Germaniya, Gollandiya, Shvetsiya, Fransiya, Belgiya hamda Turkiya, Qozog'iston, shundaqla Qirg'iziston qatorliq davlatlardagi Xitoy elchixona va konsulxonalar oldida cho'ng ommaviy maydonlarda yoki yig'ilish o'rinlarida namoyish qilish, xotirlash yig'in o'tkazish, bayonot e'lon qilish va xatmi Qur'on qilish qatorliq faoliyatlar uyushtirildi. Vatan bizning, davlat bizning, Xitoy chiqib ketsa kerak. Tüm insanlığın üzerine uzlaşabileceği tek ortak dil ve hukuk sistemidir ve insani değerdir. İnsan haklarının korunması hem kendi ülkemizde huzur ve barışın tesis edilmesi hem de 1997 yil 5 fevral kuni qo'lida to'mirning sunuqimi bo'lmagan Uyg'ur yoshlari G'ulji shahrining cho'ng ko'chalarida kollektiv namoyish qilib, Xitoy hukumatining mashra faoliyatini cheklaganligi hamda bir turkum Uyg'ur yoshlarini begunoh qo'lga olganligiga norozilik bildirgan edi. Lekin Xitoy hukumatining bu tinchlik namoyishini qurolliq bostirib qolmay, yana uyma-uy kirib odam tutib naq maydonda yoki turmalarda qatliam yurgizganligi ma'lum. Shundaq tursimi Xitoy hukumati ayni chog'da vaqada faqat 9 odam o'lganligini e'lon qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bugun, ya'ni 5 fevral kuni e'lon qilgan bayonotida ayni vaqtda Xitoy hukumatining vaqani rahimsizlarcha bostirib, kam deganda 100 odamni naq maydonda o'ldirganligi, nurg'un odamni yaralandirganligi, 4 mingga yaqin odamni qo'lga olganligi va 200 dan ortiq Uyg'urga o'lim jazosi berganligini qayd qilgan. Dünya Uyghur Qurultiyi bayonotida 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi tarix emas, balki u davomlashayotgan bostirishning bir qismi ekanligini ta'kidlab, dunyo jamoatchiligidan Xitoy hukumatining javobgarligini surishtirishni talab qilgan. 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlash faoliyatlariga yana Angliya parlamentining bir qism a'zolari ovoz qo'shgan bo'lib, ular Angliyadagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish tashkiloti boshlig'i Rahima Mahmud xonim bilan birlikda biz Uyg'urlar bilan bir safda degan lozungini ko'tarib, bu kunni xotirlagan ham Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirgan.